Necha pul ishlaysiz xola bir kunda? Zo'r, mana shogirdlarim ro'za oyida ehson qildi. Buni nasib bo'lsa munosib egasini topamiz xudo xohlasa. Bugun bizda oylik imtihondan zo'r o'tganlar bilan aylanishga keldik. Qalay bo'ldi iftorlik pisatayam? Ijarada yashaysizmi? Nima ish qilasiz o'zi? Men ishlamay qolganman, mazam yo'qda, ana o'sha sotaman. Ha, shahar sotasizmi? Sizga bitta ehsonimiz bor edi. O'shani bersak bo'ladimi? Gunoh bo'lmaymi ekan, bo'lmasam. Mana qo'rqamanda birodan pul olishga shunga. Pul emas, sog' ana bor, produktimiz bor, ehsonimiz sizga bersak bo'ladimi? Mayli, bersa bo'lsa. Maylimi, bolalaringiz bormi? Ha, bor bolalarim. Nogiron bolalarim yana. Uyingizga olib borib beraylik, uyingizga qo'yasiz, keyin qaytib qo'yamiz. O'zim olib ketaveraman aka. Boya hozir yarim soatgina bundan kelganimga pichishar sotishim kerak-da. Avvalo bo'lmay o'zim olib ketaveraman mayli. O'z yoningizga tashlab ketsak, olib ketib bilasiz, og'ir, u juda og'ir-da. Siz uyingizga aytsangiz, uyingizgacha olib berardik. Siz o'zingiz savdo qilishing kerak-da aka. Savdo qilishing. Necha pul ishlaysiz xola bir kunda? Endi mana shar sotishimga qarab, agar shu kesdan yana shirib sotaman. Bir xil payt ko'p keta qoladi, bir xil paytda bir 15-20 tagina ketadi, 10 tagina ketadi. Ha, necha pul ishlaysiz xo'p bir kunda? 100 minggacha ishlayman. Bo'lmasiga o'shani beraman. Yuring xola, ketdik. Uy issiqda o'tirasiz, ko'cha ham sovuq bo'lgan. Yuring. Keling, o'tiring, oldinga o'tiring. O'tiring xola, olib borib qo'yamiz. O'zi shu bolalarim kichkinaligida o'zim boqqanman, uyimiz bo'lmaganda, xo'jayinimiz uy qilmagan. O'zi keyin biza qaramay ham qo'ydi. Keyin o'sha ish izlab bu yerga kelib shu yerda yashab qoldik-da. O'zimizda umuman ish yo'q. Ha, Samarqandda yo'q. Hozir bitta o'sha Samarqandda yo'q-da. Endi bunaqa qilmaganlarga ishganda, hali o'zimiz vatanimizda ham o'zimiz uy peshonamizga bitmaganda yo'q o'sha. O'sha yerda uyim bo'lganda men qanday bo'lmasin kun ko'raydim, o'sha yerda o'tiraman. Samarqandda izlamagan deding, ha? Ha, uyimiz bo'ldi. Bir chaylab bir xonagina uyim bo'lsa ham o'tiraydim. Uy qilolmadik-da. Xudo beradi. Ha, inshaalloh, inshaalloh. Pul o'g'irlik. Kelgan insonlarni o'zing dargohidan qabul qil. Ularga minglariga tuman boylik ber Allohim. Umrlaringizga baraka bersin, dasturxonlaringizga, ilmlaringizga baraka bersin Allohim. Ikki dunyo saodatini bersin bolam. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmatika. Alloh rozi bo'lsin. Umrlaringizga ming bersin. Aytgansiz kelsin.